Assalomu alaykum, adasi yaxshi kelibsizmi ishda? Sendan yog' hidi kelyapti. Bir eri kutib olishni ham bilmaysan. Yo'qol ko'zimdan nariqqa. Xo'p bo'ladi adasi. Menga qara o'g'iltoy, kecha kafedan begona qiz bilan chiqqaningni ko'rdim. Qattiq qalan qizdagi pul sarflaguncha uydagi xotiningga pul sarfla. Bunaqa yurganingni ikkinchi ko'rmay. Obada. Rostdan ham xotinimga pul berib ko'ring, nima qilarki? O xotin, bakki. Hozir adasi. Labbi. Men 100 dollar senga o'zing ishlat. Voy rahmat adasi. Tinchlikmi? Kimni tug'ilgan kuni bugun? Assalomu alaykum adasi. Hech kimni tug'ilgan kun emas, ishdan charchamay keldingizmi? Ayo, ochilib ketibsanmi xotin? Sana xushbu hidlar kelyapti. Siz yoqtirgan tort pishib qo'ydim. Qatdan shuncha harakatga pul olding-a? Kecha o'zingiz pul berdingiz, adasi ishlatgin deb. Malades xotin. Bo'lmasa-chi bugun senga 100 emas, 200 dollar beraman. O'zing ishla. Voy rahmat adasi. Voy, bugun jang kechagidan ham boshqacha-yu, tabakkali, shashli, ho'l mevali, shirinliklar. Ochilib ketsanmi xotin? Yenga ko'nya oldingmi? Buni siri nimada? Adasi siz menga pul beryapsiz-ku, o'zingiz ishlat deb shunga ko'nyaklar oldim, atirlar oldim. Yoqdimi sizga dasturxon? Xotin senga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana pochkasi, o'zingiz ishlat malades. Adasi hammasi menga rahmat adasi. O'zi oldin yurgan ekanman-da, qalang'i qasangalarga pul sarflab, o'zi pulni xotinga sarflash kerak ekan.